Endi har bir maktablarda maktab maslahatchisi lavozimi joriy etiladi. Ushbu lavozimga tanlangan maktab maslahatchilarining qanday vazifalari bor? Keling, hozir buni ko'rib chiqamiz. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida Prezident iqtidorli farzandlari milliy dasturi mazmunini yoritish, unda nazarda tutilgan g'oya va maqsadlarni o'quvchilar o'rtasida keng yoritish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish, kelajak markazlaridagi tarmoq to'garaklari faoliyatini tizimli tashkil etish, o'quvchilarni tarixiy obidalar, madaniy yodgorliklar, milliy va umuminsoniy qadriyatlar bilan yaqindan tanishtirish, o'quvchilarda yetakchilik, tashabbuskorlik, jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida turli loyihalar, klublar, debatlarni yo'lga qo'yish, madaniyat, san'at, kitobxonlik, sport va ekologik yo'nalishdagi loyihalarni tashkil etish, ular orqali o'quvchilarda estetik didni shakllantirish, jismoniy faollikni oshirish, kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish, tabiatni muhofaza qilishga oid bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish, o'quvchilarni maktabdan tashqari ta'lim muassasalariga jalb etilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini tashkil etish va tizimli yuritish. Shuncha vazifalar uchun ularning oylik maoshi qancha deyishga shoshilmang. Maktab maslahatchilari o'quvchilar ta'lim-tarbiyasida asosiy mutaxassis bo'lishi belgilangan. Shu sababli ularning oylik maoshi direktor o'rinbosarinikiga tenglashtirilgan. Agarda siz ham yuqoridagi vazifalarni bemalol uddalay olaman deb hisoblasangiz, ushbu manzilga o'z ma'lumotlaringizni yuboring va tanlovda ishtirok etib ko'ring. Omad!